Azizlar, bugungi suhbatimizda yana takfir masalasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Zero bu muhim masalani ko'p eslatishligimiz va bu borada yetarli bilimga ega bo'lishligimiz albatta lozim hisoblanadi. Ulamolarimiz bu borada o'zlarining suhbatlarida yetarlicha ma'lumotlarni berganlar, lekin afsuski ahyon-ahyonda bo'lsa ham takfir masalalari ko'zga tashlanib qolishi, ijtimoiy tarmoqlarda mana bu narsalar kuzatib qolinyapti. Takfir masalasi bir musulmonni kufrda ayblashlik, bu yaxshi bilib olishimiz kerak, gunohi kabiralardan hisoblanadi. Va takfir masalasi hamma ham shug'ullanadigan ish emas. Bu takfir masalasi o'ziga xos bo'lgan doirada ahli ilmlar tarafidan ko'rib xulosa etiladigan amal hisoblanadi. Shuning uchun biz takfir masalasida nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak. Bugungi kunda takfirdan kimlar ko'proq foydalanyapti desak, aynan soxta salafiylar. Ular nima uchun ko'proq mana shu takfir masalasida yoki hijrat masalasida bong urishadi desak, ko'proq ularning maqsadi takfir masalasida ko'proq yurtlarni kufrga chiqarish, bu dorul harb yoki dorul kufr deb u joyda yashab bo'lmaydi, u joydan hijrat qilish kerak deb musulmonlarni demakki ongini zaharlashga harakat qilishadi. O'zlarini yonlariga musulmonlarni demakki jalb qilishlikka ular harakat qilishadi. Va natijada ularni mana shu yolg'on da'volariga ishonib aldanib qolgan kishilar yurtidan uzoqda, vatangado bo'lib, sarsonlikda umr guzaronlik qilishga majbur bo'ladi. Biz zero mana shu masalalarda qurboni bo'lgan qancha insonlarni bu hayotda o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rdik. Shuning uchun har bir masalaga ham demakki tushunmasdan yondoshmaslik kerak. Bu takfir masalalari yana qaytarib aytamiz, bu nozik masala, ya'ni bir musulmonni qalbidagi iymoni haqida hukm chiqarishlik bu hammaga ham emas. Shuning uchun ham biz kerak, Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada siz bilan biz ummatga kerakli nasihatlarda aytib o'tganlar.